Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan umumiy pedagogika fanidan pedagogik jarayonda tarbiyaning mazmuni mavzusida dars mashg'ulotimizni olib boramiz. Dars mashg'ulotimiz quyidagi rejalar orqali yoritiladi. Pedagogik jarayonda tarbiyaning mohiyati, tarbiyaning maqsad va vazifalari, tarbiya jarayoni va uning o'ziga xos xususiyatlari, tarbiyaning asosiy tamoyil va qonuniyatlari bugungi mavzumizning mazmun mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Pedagogik jarayon ta'lim va tarbiya birligini ta'minlash orqali ta'limni keng ma'noda amalga oshirishning yaxlit jarayoni hisoblanadi. Pedagogik jarayonning bosh maqsadi shaxsni bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirish bilan birgalikda uni ma'naviy va axloqiy jihatdan yetuk inson sifatida shakllantirishni maqsad qilib qo'yadi. Pedagogik jarayon o'ziga xos asosiy belgilarga ega bo'lib, ularga maqsadga yo'naltirilganlik, ijtimoiy xarakter, tizimlilik, faoliyat xarakteri, dinamik va ijtimoiy birliklar kiradi. Maqsadga yo'naltirilganlik pedagogik jarayonning aniq maqsadga ega ekanligini ifoda etadi va shaxsning intellektual, jismoniy, ma'naviy va estetik jihatdan rivojlantirilishi uchun asos bo'ladi. Ijtimoiy xarakter jamiyatning ehtiyoj va talablaridan kelib chiqqan holatda shaxsni ijtimoiylashuvga tayyorlaydigan jarayondir. Tizimlilik bu jarayonning barcha bosqichlari o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi va izchil hamda rejalashtirilgan tarzda faoliyatning amalga oshirilishi uchun asos bo'ladi. Faoliyat xarakteri jarayonida o'quvchi umuman olganda talaba faol ishtirok etadi. Bunda o'qituvchi va talabaning o'rtasidagi hamkorlik ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Didaktik va tarbiyaviy birlikda pedagogik jarayonning amalga oshirilishi, ta'lim berish va tarbiyaning birligi birgalikda qo'shib olib boriladi. Bunda ma'naviy ehtiyojlarning qondirilishi, bilim, kundalik ehtiyojlarning qabul qilinishi hamda qondirilishi amalga oshirilishini ko'rib chiqish mumkin. Pedagogik jarayonning asosiy komponentlari tarkibiga esa pedagogik jarayonning asosiy maqsadi, mazmuni, usullari, vositalar hamda natijalarni kiritish mumkin. Pedagogik jarayonning asosiy maqsadi ta'lim va tarbiya jarayonining natijasi bo'lib, talaba hamda umuman olganda ta'lim oluvchilarning rivojlantirilishi uchun xizmat qiladi. Mazmun o'rgatiladigan bilimlar, shakllantiriladigan ko'nikma va qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Usullar ta'lim va tarbiyaviy maqsadlarga erishish uchun kerak bo'ladigan metod va texnologiyalar hisoblanadi. Vositalar tarkibiga esa darslik, texnik vositalar, ko'rgazmali materiallar hamda o'ziga xos pedagogik yondashuvlarni kiritish mumkin. Natijalar bu shaxsning ma'naviy va intellektual rivoji, jamiyat talablariga mos holatda jamiyatning faol a'zosi sifatida shakllanishi hisoblanadi. Pedagogik jarayon amalga oshirilishi xususida gapirganimizda biz uning bir qancha xususiyatlarini ham alohida e'tirof etishimiz joiz. Bularga dinamiklik, uzviylik hamda individuallik xususiyatlari kiradi. Pedagogik jarayonning dinamiklik xususiyati bu pedagogik jarayonning doimiy rivojlanib, shaxsga moslashib borishini e'tirof etadi. Uzviylikda esa ta'lim va tarbiya jarayonining bir-birini to'ldirishi davom ettiriladi, amalga oshiriladi. Individuallik har bitta talabani, ta'lim oluvchilarni imkoniyatlari, qobiliyatlarining o'ziga xosligi bilan ifodalanadi. Biz tarbiya tushunchasining ta'rifi, tarbiyaning maqsad va vazifalari, tarbiyaning mazmunini aniqlash orqali tarbiya tushunchasining mohiyatini to'laqonli anglab olamiz.
Tarbiya bu muayyan aniq maqsad hamda ijtimoiy tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish, o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkibga keltirish jarayoni hisoblanadi. Tarbiyani amalga oshirishda biz o'ziga xos xususiyatlarga ham e'tibor bergan holatimizda tarbiyaning asosiy vazifalarini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Ularning tarkibiga jamiyat a'zolarining maqsadga yo'naltirilgan rivojlanishi hamda ularning qator ehtiyojlarini qondirish uchun shart-sharoitlar yaratish, jamiyat rivoji uchun zarur bo'lgan ijtimoiy madaniyatlarga mos holatda yetarlicha inson kapitalini tayyorlash, madaniyatlarni uzatib turish orqali ijtimoiy hayotning barqarorligini ta'minlash, ma'lum jins, yoshi va ijtimoiy kasbiy guruhlarning umuman imkoniyatlarini hisobga olgan holatda ijtimoiy munosabatlar doirasida jamiyat a'zolarining harakatini tartibga solish. Tarbiya jarayoni bir qancha o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bularga maqsadga yo'naltirilganligi, uzoq muddat davom etishi, uzluksizligi, ko'p qirrali jarayon ekanligi, tarbiyaning natijalarini oldindan ko'ra olmaslik, tarbiyaning ikki tomonlamaliligi, tarbiyaning yaxlitligi va variativligi kabilar kiradi. Tarbiya jarayoni quyidagi asosiy tamoyillar asosida boshqariladi. Bularga eng birinchisi maqsadga qaratilganligi va g'oyaviy yo'nalganligi, tarbiyaviy insonparvarlashuv tamoyili, tarbiyaning hayot, mehnat bilan bog'liqligi, tarbiyaning kompleks, ya'ni yaxlit yondashuvi, jamoada tarbiyalash va jamoaga suyanib ish ko'rish, shaxsga munosabat jarayonida uning ehtiyojlari, qobiliyatlarini hisobga olish hamda unga talabchanlik bilan munosabatda bo'lish va shaxsiy fazilatlarini hurmat qilish kabilar kiradi. Tarbiya jarayonining quyidagi qonuniyatlari mavjud bo'lib, bularning barchasi biz amalga oshirmoqchi bo'lgan ish faoliyatining, pedagogik jarayonning muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy mezondir. Bularga ijtimoiy muhitning obyektiv va subyektiv omillarga bog'liqligi, tarbiyaning shaxsning rivojlanishi bilan birgalikda olib borilishi, faoliyat va munosabatlarni e'tirof etish, shaxsning ijtimoiy qimmatli fazilatlarini shakllantirishning negizi, ya'ni asosiy manbai ularning o'ziga xos iqtidori ekanligi hisoblanadi. Tarbiyalanuvchilarning o'zaro tarbiyaviy ta'siri, o'zaro munosabatlari hamda faol faoliyati o'rtasidagi bog'lanish, tarbiya va o'z-o'zini tarbiyalashning intensivligi tarbiya jarayonining asosiy qonuniyatlarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagogik jarayonda tarbiyaning mazmun mohiyati, umuman olganda o'zi tarbiyaning maqsadi ham har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash ekan, har tomonlama barkamol shaxsni pedagogik ta'sir ostida jamiyatning barcha ehtiyojlariga to'laqonli javob beradigan, jamiyatning faol a'zosi sifatida shakllantirish, u egallaydigan bilim, ko'nikma hamda malakalarning majmuini qay darajada egallanganligini ko'rsatib beradi. Bu jarayonda tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, maqsad vazifalarining yetarli tarzda, maqsadga muvofiq tarzda amalga oshirilishi va pedagogik jarayonning sifatli bo'lishi muhim ahamiyatga egadir.